Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun 9-fevral 2025-yil sanasida turibmiz. Angor sovxozi Surxondaryo viloyatidamiz. Bu yerga Syngenta kompaniyasini Karen duragay ekilgan, Gulkaram duragay. Hozir mana shu ekib yetishtirgan inson bilan yuzlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Shopulat Suyun Shavkatovich. Karen ekdingiz bu yil. Xo'p. Urug' qachon tashaldi? Urug'i iyullisining 25larga telingan. Xo'p. Qachon yerga qadadingiz ko'chatda? Sentyabrning 5ida qadalgan. Qaysi sxemada ekilgan? O'sha uchta oralig'i qancha? 60 mi, 70likami? 60likka ekilgan. 60likka ekilgan. Ko'chatning orasichi? Ko'chatning orasi 47 50. 47-50. Endi mana paleydan ko'ryapmiz. Paley juda baquvvat, ha? Yoyilib o'sadigan gibrid. Buni biz endi hozir ko'p joyda ko'rib kelyapmiz. Balkim o'sha 60 ga 60 qilib ekkan ma'qulroq degan fikr bo'lyapti. Sabab qancha zich eksangiz shuncha hosil mayda bo'lib qoladi. Qancha orasini ochsak 2 kilogacha bo'lganlarini ham ko'rdik bu narsani. Mana hozir bittasini uzing, qaysi biri tayyor bo'lgan? Mana tayyor bo'lgani. Shuni bitta kesingchi. Mana buni tayyor bo'lgan deb hisoblaymiz, a? Endi ichini bitta ko'rsating. Qanaqa bo'lyapti? Menimcha shu holatda sotiladi bu. Shunaqami? Sotilishi? Shunday. Mana ichi yaxshimi? Ichi yaxshi. Oqligi? Oq, yaxshi. Yaxshi. O'zini barglar bilan o'rashini bitta ko'raylik. Mana keling, mana 1 2 deylik. 3 4 mana 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta. 13 ta barg bilan o'zini o'ragan bu. Mana tegida suv turishlari yoki chirishlari hech balo yo'q. Mana gemoroy deymiz, to'g'rimi? Bunaqa narsalar ham yo'q. Bundan oldin bu yerga boshqa duragalarni ham ekib kelganmisiz? Boshqa duraga ekkanmiz, buncha. Farqi qanaqa bo'lgan? Farqi tagida gemoroy bor edi. Gemoroy shu yerda. Keyin palagi ham buncha baland emas edi. O'zini buncha o'ragani yo'q edi. Nima oziqalab bergansiz? Amofos berganmiz agatidan. 1 marta. Yo'q, 2 marta berilgan. 2 ta amofos. Necha kilo? Chovuqda 1 marta berilgan. Keyin chovuqdan bir suvdan keyin yana bir berilgan. Necha kiloda? Endi 5 kallakdan berilgan. Bir berishda 5 kallak berilgan. Bu nima degani? 5 xalta. 5 xalta bir berishda. Xo'p. Ana aytgan duragayiz ham shunaqa boqqanmidingiz yo, misol palay past bo'lishini hisobi oziqani kam berganingizda emasmi demoqchiman-da? Yo'q. Bundan yaxshi oziqa yegan edi u. Buncha oziqa iloji emas edi, berilgan yo'q. Hozir bunga kamroq oziqa berdingiz. Shunaqa bo'lyapti. Kamroq oziqa bersangiz ham palayga yaxshi deyapsiz. Shunday. Nima deb o'ylaysiz? Sizga yoqadimi bu, xaridorlarga yoqadimi yo'qmi? Yo'q, yoqdi menga bu. Xaridorlargacha? Yoqdi. Bo'ladi. Bo'ladi yaxshi. Ekasizmi yana? Nasib xudo xolasa. Xudo xolasa davom etasiz. Ekamiz. Eking Syngenta bilan birga yetishtiring. E'tiboringiz uchun rahmat.